Greenleaf korporatsiyasining yaponskiy Courage brendi ostida ishlab chiqarilgan yana bir ajoyib mahsulotimizni ko'rsatmoqchiman. Ushbu qo'limdagi mahsulotim antiperspirant dezodorant. Buni yangicha o'ramdagisini уже body lotion deb chiqarishdi, ya'ni tana uchun lotion deb. Buni nima uchun unday deyishganini hozir hammasini tushuntirib beraman. Bu ham hozir meni qo'limdagisi tugagan, ya'ni bu taxminan 5 oyga yetdi. Aynan hozirgi bahoriy, yozli kunlarda hozir hammani ehtiyoj sezadigan mahsuloti aynan mana shu bo'lsa kerak. Sababi ko'p terlashni oldini olib, davolaydi va noxush hidni bloklaydi. Qolaversa, aynan o'sha intim zonalarda foydalanganda oqartirish xususiyatiga ham ega ekan. Buni eng birinchi beradigan effekti ko'p terlashni normaga tushiradi. Men aytmayman terlashni bittada yo'qotadi deb. Bu ko'p terlashni normaga, ya'ni sog'lom insondan qancha ter chiqishi kerak bo'lsa, aynan shuncha ter chiqaradi va eng muhimi noxush hidni bittada bloklab bartaraf qilib beradi, ya'ni o'sha zamburug'larni o'ldiradi. Undan tashqari yana bir ajoyib xususiyat shundan iboratki, ushbu mahsulotimiz tanadagi o'sha inson organizmidagi teri ostidagi har xil bezlar bormi, onkologik tugunlar bormi yoki qalqonsimon bezdagi tugunlar bormi, doimiy ravishda surib yurilganda aynan mana shu bezlarni bartaraf bo'lishida ham yordam berar ekan va buni ba'zi bir mijozlarimiz aynan mana shu mahsulotdan effekt ham olishgan, xususan onkologik bo'lgan insonlarda aynan mana shu mahsulotimiz juda ham yaxshi effekt bergan. Bu albatta har kimning o'zini organizmiga bog'liq. Ko'pchilik insonlarimizda qalqonsimon bezdagi tugunlar va onkologik bezlar, onkologik o'sha nima deydi? Onkologik har xil kasalliklarda juda ham yaxshi natija beryapti ekan. Aynan yoz kunlarida hidi ham juda ham yoqimli, universal, ya'ni alohida erkaklar uchun, ayollar uchun emas, universal. Erkaklarga ham, ayollarga ham birdek hidi yoqimli, o'tkir emas, past ham emas, lekin terlashni, asosan noxush hidni bittada bartaraf qiladi va eng muhimi, aynan surilgan zonasida uzoq vaqt davomida foydalanganda oqartirish xususiyatiga ham ega ekan va yana bir o'sha aytib o'tganimdek, onkologik bezlar va o'sha tugunlar, har xil limfa bezlarini ham ochib berish xususiyatiga ham ega ekan. Xuddi mana shu mahsulot menda aynan 5 oyga yetdi. Oling va maza qilib foydalaning.